nasıl çağırdı Yaxşıramatamışlar. Yaxşımı? Salam. Yani şunda çıraylık, yani şunda güzel. Açtaqma? Yani şunda kötürengi royallar. Maska bulamdı. Temin ilişkileri şu güzel bulduğun gapta. Şu Keyfiyat zor. Ben kündür şu idarıqmışda barman qoy. Her vaqt, her zaman. Şunu muşundaqlık tursiz qo'yish qilib, bugun dam ilishlarda shuning bilan yaxshi bir aram epkilay deb. Dem aldım şunun bilan. Şundan sen taraflar çıkıp hava yemek deb maqlım bu. Koptu. Temin ilişkilerinize qoldim bilmayotgan sizda hamsa. Men iliq sayohatga bek amroq. İşlegandim, işlayman, demelishni shunda yaxshi qilaman. Shanba ishlagan oldin qapda. Shunga bugun shunda bir hava yeb chiqay deb. Yaxshi bo'pti. Bizim şu sınav, şu aramağa vaqtingizdan foydalanib, kayfiyatingizning eng yaxshi vaqtidan foydalanib, siz bilan ashyoga kelib apirib qo'ygan, birdan mo'lishvallaydi dedik. Mulozimat a'lo qilamiz. Shunday bo'lgan ta'lim bekapti juma meni. Qani sendeki faoliyatda qizib ketib qolsa, bizim ketmay qiqas o'ynayotganda. Shu vaqt yaxshi. Voy chataq yo'q. Gulbardan bog'an o't. Rasmini gap yo'q. Amsi yaxshi o'g'ilak. U yerda do'stlar jiqmi, yo xizmatdoshlarmi, yoki urug' tuqqanlarmi, yoki do'stlarim, sirtdagi do'stlarim. Masalan, idora jamiyat ishlayotgan do'stlar shular bilan. Aşağıda uçuruşumuz deb qo'ygan degan qiyiqqas yani bir umudumduqli tikemoqchi bo'lsa. O'tkir bizmi, ha? Bizni qo'shila olamdik aka. Qo'shila olaylik. Ayni vaqtda o'tkir. Men Gulbardan bilan xizmatdosh hisobda Gulbardanlarning oldida men cho'ng bo'lgan. Shu. Desamni bilsanda men oldida cho'ng bo'ldim degandan keyin. Mana shu degan bat. Shu oldida cho'ng bo'lgan, lekin yana bizdan yashash qilib turyapti. Ha? Raska. Uni men bayam endi deymizga o gaplarni chiqibla Gulbarada dedimda meni endi naqshlarni oldim, rasmlarni ko'rayotgandan keyin adamlar siz qancha kirdingiz dedi 23 kelsam apa da kızılıp ketdim-da men o'zim. Gulbarada desam bo'lamdi deydi. Siz qancha yoshda desam qarasamdan kichikda bu. Men dedim voy yo'q bo'ldi. Apam, Gulbar apamı dang dedim. Benim oğlum 26 kirdi deyim ben size. Şundan oğlum 20 yaşta 26 yaşlarda. Ekrandakiler mağdur köyde Gulbardan'ın muş halatını bana. Kanda bir özün muşu aletde güzel alet saklap kalığını bilgiz kevatıdı. Şunu sözler bir an açar. Çünkü Gulbardan çıkaldık. Önceden çokum takıldı. Gulbardan anı takılan. Gulbardan ötkör. Muş özüge şundak işini de, özünü şunçilik asıraydı, özüge toxtumay meblağ saldı, özünü bek suydu. Özün suyaliga adam özgülen suyalaydı. Doğru. Şunlaşqı bek çıraylık turdu deyme, mana 26 yaş kirdi, oğlum bada portlasa, oğlumağan kız bekin desek de. Doğru. Muş güzellik doğruluk bir getip bir anca. Güzellik cəhəti desek, hem şu özünü söyleyen ayal, en güzel ayal, özgü işengen ayal. Oyma yerden kullanır. Oyma o, donluk markalı. Markalı somkalarını taşır yapma. Ay meyli. Hem somkunun elan olup kalmışsın. Yok şundayım olur. Kirana. Özünü söyleyen ayal, en güzel ayal, özgü işengen ayal, en kaltısı ayal deydi o. Ben özümü pek kişinime. Ay ceyip kişinime. Rast gap, bunun bir gap yok. Güzellik cəhəti degan vaqtda oldu bilan mening kayfiyatim 100% turdi. Her vaqt, her zaman. Endi odatda xafa bo'lmaydigan ish yo'q, ranjimaydigan ish yo'q. Mayli turmushda, mayli xizmatda, mayli do'stlar ara, mayli faoliyatlarda bo'lsa, ko'nglimizga kelmaydigan, xafa bo'lmaydigan ish bo'lmaydi. Lekin bo'ptilar deb o'tkazib o'talayman. Bo'ptilar deb o'tkazib o'talayman. Vaqt o'tgandan keyin shuning bilan yana kayfiyatim yaxshi bo'lib qoladi. Hatta meningki ayollar odatda hamda ish qilib yaxshi uxlash kerak, yaxshi orom olish kerak, o'ziga mablag' solish kerak, chiniqish kerak. Mushtam hammani men qilaman. Men faoliyatlar bo'lib qolsa, kech qolmasam, soat 9:20dan keyin mening do'stlarim har qanday odam Gulbar o'zi uxlab qoldi deb men telefonimni qilmaydi. Shu holatda. Acayip. Siz büyüdeyimizde aka bunu. Hazır mı şu uykunu izlep tapamayotganlar bek babu hazır. Saat 1, 2 o'tib ketayotgan hali uyqu yo'q. Ma
Gülbar Rozi to'xu. 7-8-9 bo'la bo'lmay ketdi degan gapni uyqu shunchalik rahatlanmış. Uyqu açasında ama uyqu bütün arg'iliqni chiqardi, bütün kayfiyatni tanishib berdi. Uyquchimi shu ayollarninki dalaqa meron go'zallikniki nimasi qismi desak bo'ladi. Nimishki deganda biz masalan yili uni qilib boqamiz, buni qilib boqamiz oldi bilan shu uyqu birinchi bo'lish kerak. Ayol kishining uchun uyquga vaqtda shu bo'ldi. Go'zal aldimizni saqlab qola olamiz deb aytman-ku endi. Mushu zo'r kayfiyat. Mening faqat qayrig'im yo'q, faqat qayrig'im yo'q. Faqat qayrig'im yo'q. Har vaqt qarsa yosh deydi. Yeşim bilan imkoringlar yosh degan kalendar o'tayverdi. Mening yeshim xato yezilib qolgan. Siz xato tushunmanglar. Men tax endi Manchigashda. Babak isim gap bo'ldi. Deydi. Hozir istavatdi. Zot Gulbar Rozi. To'ptur. O'g'li 26 yosh bo'ladi unda. Gulbar Rozi. Da zot qancha yoshda? Qo'ygan bo'lsin. Qo'y ani qo'ysin chiqib bu 50 deb qoldi hozir. Lekin mahbida kalendarning ishi yo'q. O kalendarning ishi o qatda yeshim esimdimi yo'q. Hozircha ham xokim kiyma. Ham xokim kiyma. Mush emdin sel xato bo'lib qolsa, el bo'lib qoladi. Bo'lmasa em bo'ldim. Nima uchun elga o'tib qoldim deb noyte meni bir xil besim bo'lib qoldi. Shuning uchun mashqimni qilib, tomoqlarni ratlab, joy-joyda, masalan, qaynasam, mayni seriyada qaynasam go'zal turdi. Mush holatlarim meni jiddiylashtirdi. Men besim bo'ldi. Shuning bilan davomliq emxo shunday holatda turishni yaxshi ko'raman. Do'stlar, agar Gulbar Roziga kiyim so'qmoqchi bo'lsangiz, bu yaxshi fikr bo'ldi ya. Amsa mushu yaxshi kayfiyatlar bilan bir naqshga kiritdimiz amsa. Gulbardamniki ilk bir naqshi var qizil ninte? Bir gul. Mana Gulbar Rozi bir gul qo'ydi. Ha! Men usulni bakamroq. Usulsizdan aka. Avaz katta ha. Kayfiyat yüz. Kısır. Neyse kandan çıkmışsın. Kızıl bulup sayırımağan bir can kalmadı. Bulup sayırımağan bir can kalmadı. Kızıl gülüne vurmağan her can kalmadı. Açıldı gülüm, saçıldı gülüm, ey çimen zar bulun. Açıldı gülüm, saçıldı gülüm, ey çimen zar bulun. Yar vesliye teşna bulun, intizar bulun. Yar otila köydü yürek karvane bulun. Begimda bir gülüm sayraydı bulbulum. Begimda bir gülüm sayraydı bulbulum. Mana. Manda Ben sen kanda çıktın bilmeye kalamam. Lekin vaqt to'shib ketmasin. O'tkir ish qilib amalga yo'lladim, ezib qolsam buldujima. Chiqiramish olaydi. Hozirmi ezib bo'ldim aka? Ezib bo'ldim. Imallam saqlasin. Demak endi baytin degandek shu o'zingizning shu kayfiyatini tanlash, o'zingizniki go'zalligingizni suyish, o'zgalarga eng go'zal taraflar bilan mulozimat qilish, shular bir aktiv energiya tarqitish, mana mush jihatlarni birlashtirib, siz hayotga ajoyib kulib turib, bir guldek muomala qilyapsiz. Puraklab yechilgan bir gul, attir gul. Men hayotni bek yaxshi ko'raman. Ishqilib faqat o'lkim yo'q. Qayrig'im yo'q. O'lishni o'ylashma bu. O'lish yo'qtirsa qayrig'im yo'q. Shu deb qayrig'im yo'q. Hey, dünya bek güzel, müştaq güzel tursa biz nimişki güzel turmaymiz. Hem şaroitimiz yaxshi, partiya hukumatning to'g'ri rahbarligida mana shundaq yaxshi turib kunlarimiz yaxshi, kayfiyatimiz yaxshi. Biz nima ish qilamiz desak, partiya hukumat bizga shunchalik kang dag'dam yo'lni ichpadi. Shuning uchun eng yaxshi holatimiz bilan eng yaxshi
dağdam yolluğa bizim yağışımız gerek. Şundan mı? Şunda şu ekran aldığındaki dostlarımızın bildi o. Gülbardem özünü öteden şu devletlik birinci derecelik avaz artçısı. Hem de Gülbardem'deki belgen kinolardaki rolleri her xil obrazlar bilen hazırgacha bizniki şu kino televiziya diki personajlarning xas obrazını yaratıp Gülbardem özünü öteden ataqlıq bir avaz artçısı bolsa, onundan başka yine baytını kuylarını anladık. Doğru. Manda suyumluk kuychimiz deyman. Adeta acaba şu keyfiyatlarınız sizniki muş işxandım şunda kızgınmı yoki işxandım hem de işxandım şunchalik keyfiyat yaxshi. Men kelmagan kunim xizmatdoshlarim sen bilsan, sen ilishman qo'rqam sen bilendi. Shu men kelsam kichikkan bu saqfkam shuning bilan voy acha deb qildi men sanlab bilan men o'zimizniki ukimiz ham o'quvchimiz qatorida deymiz-ku hamda shunda deb o'qishga sen deyman-ku hamda. Shuningga kelib kelmagan kunlarimda kutdi voy acha sen sen keyfiyatınızda götürür. Ben şunçılık kızkarlık yakılıb oxumayman. Ben gepning orligidan chiqib gaplarni qilib bir xil bolalarni shunchalik kuldiralaman da. Shuning bilan voy dedi. Shunda ish qilmish yoshlarning qiyshiq gap o'tasam, shular bilan tang holatda paranglasha olayman. Masalan, ba'zi chush qo'pab qoladi-ku, odamlar keyfiyatimiz yaxshi emas, lekin ishxonaga kirganda meni keyfiyatim yana yaxshi bo'lib qoladi. Xizmatdoshlarni ko'ramiz, muhitlarni ko'ramiz. Bizning ovoz berishim bir ko'ngillik va ishchi, masalan, jifanlarga kirib har xil obrazlarga ovoz beramiz. Yig'laymiz, bika. Shunda bo'lgandan keyin shuningga har holda keyfiyatimizni yaxshi tutamiz, hamda charchamaydigan odam yo'q. Bizning xizmatimizmi ko'ngillik bo'lganda intayin jafoliq. Qop qarang'i uyning ichida chiroqning ostida necha odamlar baqirayotgan, yig'layotgan, kulayotgan, bir turibcha bir so'rangmi yo bizni deb qolmaydi. Bunda o'zimiz kulib, o'zimiz yig'laymiz deb qolamiz. Lekin bu televizor tutib qo'yilgandan keyin tomoshabinlar voy anaga yaxshi ovoz beribsiz, mana obrazni yaxshi yaratibsiz degandan keyin bizning odatimiz chiqadi. Ayni vaqtlarda acha siz bergan ko'rish nisbati eng yuqori bo'lgan shu vaqtda ko'rimsiz litsiyada bir kino bor. To'g'ri, Meksikani shu litsiyadagi o başrol Fernando Bago bir yaxshi ko'radigan hamroy va suyumlik. Mayil. Bu 88 qismliq televiziya teatri Meksikaniki bek yaxshi ishlangan, bizning ovozim bek yaxshi berilgan endi. Bek obrazlar ajoyib tushgan. Shuning bilan bu nega borsak qish qilib, balki Letsiya, voy Ismoilga ovoz berganman, voy Fernandomi deb boshida qilib biz bu filmlarni ham nurg'un qatim qo'yilgan bo'ldi. Xalqmi Letsiya degandan keyin darhol esiga ola oladi. Uni ta'sirim bek zo'r bo'lgandi bu filmniki. Şimdi bizim esimizga olayli hozirga. O'tkirsan ko'rgamiz Letsiya degan kino ko'rimsiz qiz Letsiya. To'g'ri. Ismi bor lekin vaqtlarda men kichikda. Ham cho'ng bo'ldim bir o'zingizga tushgan acha. Bek chiroyli moda. Bar o'zim moda. Shu ovozlarni bir aslab baqsa qanday bo'lar? Aştaqma, odatda mayilga ovoz bergan bo'lsam, shu obrazniki, shu obraz mayil hamda keynimda chiqib turgan bo'lsa, intayin yaxshi emish ko'rarmanlar. Chunki qizga mushkul bahar ro'z ovoz beribdi ekan deb texim tushunishlik bo'ladi. Lekin bizning sharoitimiz hozir bunga qat'iy yarmaydi. Biz hozir senga ketyapmiz. Har qanday qilsaqmi, Ağlaydı. Şunda bo'lsin hamda. Azraqqa. Bir jumla. Astag'firullah. Daxosa Fernando tex yo'qmi bu tamamda bu qanday bo'lib ketdi hamda. Qochimo Fernando. Qochimo Ronaldo ili bir. Qadrligim Fernando. Xo'sh xabar. Xo'sh xabar Fernando. Bugun sabah Madaniyat tarqatish shirkatininki to'lponlar katta uchirishi bor ekan Fernando. Bizim barayli Fernando. Bo'ladi. Mashinada o'tiribman-da, aeroplanliqmi? Aeroplanda tez berishimiz kerak Fernando. Fernando. Mana biz degandek. Kulishmi bir o'zgacha uslubda algan ovoz berishda mana hozir ko'rdinglar.
muş külüş bilan yig'lash eng tez. To'g'ri. Ba'zi artistlar kulanmaydi, ba'zi artistlar yig'layolmaydi. Nimishki degan vaqtida bu kulishmi bak tez hamda. Kush ketadi. Kush ketadi. Hozir bugun bir jiddiylik bo'lib qoldi, endi bu narsani chiqib puchish qoldi. Meni chiqib qo'ydigan bo'ldinglar. Mening bugun omadim vahshiy keldi. Bunda omad amadamga kelavermaydi. Keldi bu omad. Bizga keldi. Bo'lganda keyin mana davlat riyosatchilar bilan billadi. Davlat qachon bor yerda, ey. Biz har qanday vaqtni ajratamiz jumacha. Baydan kuylarga jo'r bo'ldik, naqshlarini anglayapmiz. Mush vaqtimiz oz qolayotgan bo'lsin, lekin mush oz vaqtning ichida Gulbardamning butun talantini hammasini ko'rmoqchimiz. Voy! Bugun menda imtihon olamsizlar. Shunda bir ishlar bo'ldi ya. Bir xizmatga bormoqchi bo'lsak, xizmatga o'tmoqchi bo'lsak, cho'qim o'zimizning kasbiy jihatdagi talantlarimizni bir namoyon qilib qo'yacha. Lekin sizlar ustozlar ish qilib bizga yo'l ichib berdinglar, bizga ulgu bo'lib berdinglar. Shuningdek biz har vaqt sizlardan bizni o'rganib turib mana ketyapmizga yo'l ichib shundami? Shu. Yoshlar tirishinglar kerak, o'rganishinglar kerak. Sizlarga degan sharoit 100%. Bizlarga sharoit hozir qandoq tirishma desanglar, buningga hammamizga sizlarga sharoit bor. Shuning uchun qattiq tirishinglar kerak. Hay o'tkir imtihonning gibi chiqib qoldi. Qanday bir tayyorliklaring bormi seninki? İmtihon emas, lekin so'rg'in bor savollar bakchib. Masalan, bugun endi o'tirish mengapsiz, so'rg'in mengapsiz. Shu yerda do'stlar bilan o'tiramiz dedingiz-ku-da. Apa. Yana adadi. Momo demak Bagandiki mesela şu dostlarınız yeni dost buldu ya ki kon dostlar oldu. Sizin mesela en uzak yıllık dostlarınız, kaç yıllık dostlarınız var mesela? Bugün bardan 10 yıllık falan aş dostlarınız to'g'risida azroq so'zlab bersangiz bo'ladi. Bu dostlarımdan içinde meninki hazır 25 yıllık dostum var. 20 yıllık dostlarım var, 10 yıllık dostlarım var. En qisqa o'g'ni 5 yillik do'stlarim bor. Bu do'stlar biz shunchalik ko'ngilli oyda bir qatim uchrashimiz, masalan shunaqdan sendek yerlarga chiqamiz va yoki mustaqillik uylarimizga chaqirishib, bu do'stlarim shundoq mehribon, intayin alaqi, oq ko'ngil xizmatim intayin ilg'or shundoq do'stlarim. Demak u yig'ilishinglar bir tarafdan do'stlar uchrashish bo'lsa, yana bir tarafdan har birimizning oilada xizmatda qo'l ko'targan natijalarimiz bilan o'rtoqlashishimiz. Bu do'stlarim ba'zi xizmatning gapini qilishimiz. Voy sen qanday xizmat qilyapsan, mening xizmatim qanday, sening xizmating qanday, voy bizning xizmatimiz bak ko'ngillik. Ana aldirash bo'lsam shunday yaxshi ko'rma deb xizmatni deyishimiz. Sen degandek oilamizning gapini bilishimiz. Masalan, bolalarimiz qayerda o'qiyotdi, qaysi tashkilotda o'qiyotdi, qanday bilim yeyotdi degandek fikrlashimiz. Mana shunday bo'lgandan keyin shunday odatimiz chiqdi. Chunki ba'zilarimizning bolalari ishkirlarda o'qiydi. Mana shunday bo'lgandan keyin o'zimizdan shunday faxrlanamiz. Mening do'stlarimni faxrlangandek shunday do'stlarim bor endi. Shunda hayajon bilan ketib beribsiz-da. Qisam mana bir xo'shallikning ustiga yana bir xo'shallik qilib mana sizlarga uchrashib qoldim. Shunda ko'ngillik chiqyapti men-ku mana. Boyam dutta deb qoldi, duttani chaldigingizni bilamiz. Hamda duttani avaldingiz aqchana. Çalıdığın neslerinin cıqlığına qaramasan sanab beraya. Gulbar Rozi dutta çalıdı. Sata çalıdı. Sapa çalıdı. Gitar çalıdı. Oy, gitar mı çaldı? Ançı mınçı Adem çalıdı. Ya Adem çalıyor. Çak. Çalmay mecbur. Gulbar Rozi Adem çalıdı deb chiqyapsan. Çaq mı? Adem çalmay. Çaq bu. Qattiq çaq. Hem de hazır Gulbardamniki şu hissiyatını hemmemiz bilyapmiz. Özünü qo'yayotgan asosdagi eng tabiiy holatda kulyapti. Bizga eng yaqin holatda muomala qilyapti. Şu ekran oldidagi do'stlarimizning ba'zi vaqtlarda balki macha sizga hurmat qiladigan, sizga havas qiladigan nurg'un ko'rmanlarimiz bo'ldi-ku. Ular Gulbar Rozi qishib bo'lsam bo'ladimi, ism qo'ydirib olsam bo'ladimi, rasmga tushib olsam bo'ladimi, endi mushu Gulbar Rozi qandaqroq bir xarakterda debchi tamtirab ketadi. Hozir mushu ko'rgandan keyin hammasi dedida, voy nima degan xushchaqchaq, nima degan kamtar, nima degan oddiy sodda yiqishliq bo'ldi. Buni degan Gulbar Rozini ko'rsam, och kelib, papa keling arasini tushirib aytdi. Shuning bilan qo'limizga dutdan elitlam xalqim uchun kuylayman deb naqshlarimni boshlab ketdim. Hamsa biz dutta tayyorladik-ku. Dutta tayyorladik. Voy degan qanday bo'ldi? Gulbar Rozi dutta chamasi bo'lmaydi. Naqshingizni anglaymiz, dutta anglaymiz. Hem sorunumuz sizge kichik falanmi, ha? Qana diqqat qilaylik. Voy. Men yordamlashiman. Ya men perdasini tutib beramdim, ya siz olgancha.
Tügen boldurmuş, sorulmuş, adıl tügen nime. Tayyorlikni müşahid qilib, badani qiz ayadı. Shundaymi? Men dop bo'lgan bo'ls, ay o'tkir. Men dop chaldim emasman. Yostiqni chalamiz aka, yostiq. Ma'qul, mana oldim. Qo'ysa, siz davran men agashchi. Seni en candı der anla, bilimli seyli de bağla, bilimli seyli de bağla. Seni kelme vay bayavan çıldızar yığlar seni kelme dudep anlar vay bayavan çıldızar yığlar. Çaklıkça tumağını kıstırıp ziretme, kıstırıp ziretme. Aman bir gün baradır vay ümmetni üzür etme, aman bir gün baradır men vay ümmetni üzür etme, ümmetni üzür etme. Lekin Gulbardamniki mushu har bir faoliyat, har bir sahnaga chiqadigan vaqtidagi o'zing kiyinishchi. Sahnaga bo'lgan hurmat ajoyib zo'r qara. Hamda hamma san'atkorlarimiz shundoq, lekin har birining boshqacha bir xil aloydiligi bo'ldi-ku. Gulbardamnikini men shundoq deb qarayman. Men endi odatda shu faoliyat desa, masalan, kechiliklar bo'lsa, Qurbon aytdaymiz, mashrab deymiz, mushtaqlar bo'lib qolsa, oldi bilan meniki yo'ldoshim tanlab birdi. Yo'ldoshim hamda Moliya iqtisod universitetininki professori Germaniyada o'qigan bu. Intayin cho'ng ziyoli. Lekin lekin endi mushu bizniki kiyim kechak, mayli uyning tuzalmishini jihatda noita maliqi bek yordam qilib mandaqaliqi o'zining loyihalash nimasi bek yuqori odamniki. Ma kuzdish shuningga mayli mishta kechiliklar bo'lsin, oldi bilan yo'ldoshimni bilan elib berib, shu kechilikli kiyimlarni tanlab, ma bo'ptimsam, bugun mash kiyimingni kiygan, bugun ma kiyimingni kiysang chiroyli chiqis dedi. Cho'qim osh tanlab bergan kiyimni ko'rgandan keyin intayin go'zal holatda chiqmayman men sakniga. Loyihaguchi. Shuningga faoliyatlarga hamda chunki chiroyli bo'lsak o'zimizning hurmati. To'g'ri. Tomoshabinlarning hurmati. Chunki bizni deb naqsh anglaymiz, usul ko'ramiz. Bugun qaysi san'atkor keladi, qanday keldigando deb, mush tomoshabinlar to'rt ko'z bilan kutayotgan holatda biz eng chiroyli, eng go'zal holatimiz bilan shu tomoshabinlarni oldiga chiqishimiz kerak degan iddia menda 100% desa buning o'zimga ishonchim komil. Men bir qatim bir so'ringa, bir qatim endi faoliyatga men mandaroq berib qo'yganimni men o'qimayman. Cho'qim alayda bir
etibar bilen aşta yasınıp barman ufkam sen bilirsen. Bilemem. Çünkü endi aşında laylık için hazır bilip aldım. Laylık içke. Laylık içi yaman kendeyim. Raz yaman kendeyim. Ben aşıyor kıvancı boranızda bir gapni anlap küçük vaxtınız mesela daraxtın üstüge çıkıp nimdiniz? Nakşi yetittim dediniz mi? Şu ben isimni bilsem öyünün törüde bir dutta esirlik turadi ekan. Birinci karar o'quvchisi hamdi. Şununla ben bek küçük boğan diken kündüşten yenip tuttalançılık kılsam ben ingine asla kırmışda oturattım. Hem de küçük tuttalar padlak kolum yetmeydi. Şununla biz yetti balı boğan diken balla bir 20 yaş 20 yaş fark kılgan diken balla ben küçük sığınlarım küçük boğan diken ben köprek iş kılışım gerek öydü. Çünkü anamga yardımlaşım gerek. Şununla bana da etmiş tutta ütüp koygan canımda da desem boldu balama öyle bir süpürüverseniz bir perde ütüp koyayım bu şu kaçlarını jüverseniz bir perde ütüp koyayım dedim ben tez alet şu olan aslan yığıştırıp dadamdan aldık bu imkanmışında kapı oturattım. Şu mezgillerden de dutta çalıştım mügendim. Onun akıda hem de ben mektepke bağıcı işten çıkışı gıngıldaplam çıkmışından başlar yetip bana mektepten qaytıp kelgenden keyin şu bizniki men mında qorojaydı çoң bolgançu bizni alaq daraxtlar batı iş kaldılar da aşında oturup men aş daraxtın uçsuq çıkıp işki tutumlaş dep ay naqşlar degende vaqirap jaqirap aşında ititip isim bilsem şunu olan menen qo'lim qo'ysunlarım aşo şu vaqtki apaşlar endi mushu Rozjor dada bana bir soda kooperatiften to'qshimda jo'rni bo'lgan. Mush rozjorning qizi, mush cho'ng bo'lsa, eng yuqoriga berib ishlamdiki qachon qarsa daraxtning ustiga chiqib naqshaytir dedi. Haqiqatan to'g'ri deb ekan. Men endi mush Yangishahar noyisniki kelip, mush Abdunum rayon viloyat Qashqar televiziya teatr tarjima markazi ishladim. U yerda mush Abdunum rayonlik televiziya teatr tarjima markazi ishlayapman-ku hozir. Demak, mushunda yuqori o'ringa baldak mushta kelibdim. Haqiqatan menga shu vaqtdagi cho'nglar haqiqatan bek to'g'ri baho beribdi ekan. Men shuning uchun ko'p tirishdim. Yana hamon davomli tirishim men bir o'quvchi. Har vaqt, har zaman tirishib shu xalqimga yaxshi nadir asarlarni sunishga bizim kutumuzda. Yana shunday kutyapmiz hozir. Tayyorman. Çağırsak çağızayla katı bağ. Men bağ yana. Yani satar patam yak maşına. Satar ne? Manda çalamdı. Satarniki onu dedim qilmab to'qa satarni bizim men san'at maktabda san'at Qashqar san'at maktabga imtihon bergizib shu yerda meniki o'zimning orzusi bo'yicha o'tiklaman shu yerga imtihon bergizgan. Qashqar san'at maktabga imtihon berib vaqt san'at sinfida 40 li o'quvchisi oladi. U vaqtda musiqatlim bilan, naqshchim bilan, usulchim bilan hammasi pulli bo'lib hamda 40 o'quvchi oladi-da hamda. Men shu qarilar tuttirib keyindagi qarorga men kirgan. İkinci karar. Shuningga hamda meniki ovozimning tusi qarab hamda xalq naqsiga muqomga yaqinroq keldikan deb menga satani qo'shimcha bergandichu. Shuningla o'zim aktyorlikda o'qidim. Qo'shimcha naqshi deymiz. Shuningla bizningki shu muqomshunos ataqliq san'atkorimiz Osmon muqom menga sata o'rgatgan. Sata o'tib o'qishni bitgan bo'ldik. Keyin endi Yangishahar noyalik san'at demak taqsim qilindim. Bu yerda bir mezgil ishlab bo'lgandan keyin endi o'ydikilinki arzusi bo'yicha dadamning arzusi bo'yicha kesib olmishib ketgan bo'ldim. Shu vaqtlarda endi satanlarni chilib Qashqar viloyat san'at o'maklarininki ko'raklariga kirib, men shunday yaxshi baholarga erishib, 3-darajalik mukofotlarga erishib, muqom aytibchi. Shunday qilgan 88-yili shu Abdunum rayonlik san'at bayrami qilib, shuningdimi satachilib, bizniki Qashqar viloyatlik san'at demak, intayin yaxshi baholarga erishgan hamdi. Şununla satanı mı çalım Satanı alsak bo'pti aka ilvasak ha. Bir amallar Cahanda taptılar insan riyazetti. Regnuma alıpni. Kene el için eylep kılıp bu can kılıp bu can vay
Kamlahani indi. Güzel avaz bu. Mükaffatlar erişken karaylı vaxtıda. Bo'ldi. Xatoni, qandaq çaldığını, qandaq aytganligini bildim. Şu vaqtda hamda shundoq muqomlarni aytib, mukofotlarga erishib, qilmagan nima ishingiz bor siz? Shu ishni bir qilib bering mana shu. Qilmagan nima ish bor? Qilmagan ishlar bor, texi nurg'un. Lekin hammani biz qilmasak bo'lmaydi-da, endi masalan, sen riyosatchi bo'lding, bir riyosatchi, lekin yaxshi ko'rayaptim, lekin uni qilsam bo'lmaydi-da. Bir nayelci bana var olsa. Sanatni intayin bak yaxshi ko'rma. Shuningga yaxshi ko'rgan kuylardan birini anglaylikmi? Sho'x naqshlarni oldik. Endi bir naqshi bor aka, men bekamroq. O'g'lim deb. Shu naqshni tayyor qildim. Bu naqshning azroq jarayoni bor. Nimishq deganda mening 2 o'g'lim bor. Gulbar opaning 2 o'g'li bor. Birisi 26 yoshga kelgan, birisi 20 yoshga Guangzhou. Chet el tili tashqi savdo maktabida sho'si o'qiydi. Okey degina. O'g'lim degan naqshni belki yaxshi ko'rib, hamda mush 2 o'g'lim bo'lgandan keyin, mush o'g'lim degan naqshni o'rlagan bo'lmi, hamda tomoshabinlarning bakkalikka yaxshi bahsiga erishgan. O'zim yaxshi ko'raman bu naqshni. Ay bo'ldi, hozir o'rlasınız acha. Shu tor orqali 2 o'g'lingiz bundoq telefonlarni ko'rib kelsa, qanchalik hayajon ha? Marhamat. Marhamat. Katta. Sen oğlum, kel oğlum, yüreğimden suyuna, ana digna, yüreğimden suyuna, ana digna. Çoğun olup sen oğlum, kel oğlum, yüreğimden suyuna, ana digna, yüreğimden suyuna, ana digna. Oğullarınızı alğansında Senin için harzare bulgunum kalsın, otlarımda para bulgunum kalsın, otlarımda para bulgunum kalsın. Senin için harzare bulgunum kalsın, otlarımda para bulgunum kalsın, otlarımda para bulgunum kalsın. Rahmat. Ana degan so'zimdan umaq selbi ko'zimdan faqat qonsa bu dilim, roziman o'g'lim, faqat qonsa bu dilim, roziman o'g'lim. Roziman ey! Azep bu naqshni siz o'zingiz yozib tekstini qilganmi yo tekst kelgandan keyin naqshi buni bizning ataqliq kompozitörimiz naqshchimiz Zoir Borxonning ijodiyatichi so'zimi shuni, musikasimi shuniki, shu shoxlarda. Shu buni hamda Muratjon Muxtar aklashtirgan. Bu naqshiga hozir bir 7-8 yil bo'lib qoldi. Aş vaqtlarda bir buningga MTV ishlab, hamma mashrab programmasiga bergan. Shuningga mening kichik o'g'lim MTVning ichida bor. Hozir cho'ngib ketgan. Cho'ngib ketdi hozir, cho'ngib ketdi, bolarim cho'ng bo'ldi. O'g'llarimni shunday yaxshi ko'raman. Cho'ng bolam opera o'makda ishlaydi, Abdullam rayonlik opera o'makda. Mana xizmat. Aktyor, naqshchi degandek. Mash gitar o'g'limning gitari. Gitarni. Gitar. Aras siz narsaga gitar olgansiz. Ma gitarni olmasa qolmaydi. Gitarni olay.
Oğlunuzun gitarını. Gitarını bek çep gitmeyme. Lekin endi hazır tırnışıp koyma. Tırnıştık koyma. Meyli biz aç tırnışkanlar razı. Ey. Ohanla çık etdi işte. Kasa. Dikapırdan bir kütüp okuyor. Sizden sayımız var. Yürgin keldim canı. Kim bilir yürgenimni. Yürgin keldim canı. Kim bilir yürgenimni. Eslep koyam sendayim can. Senin o söygenimni. Eslep koyam sendayim can. Senin o söygenimni. Aydın keçiler ketti. Şirin keçiler ketti. Aydın keçiler ketti. Şirin keçiler ketti. Meni munda kal dedime. Kalbim sen bilen ketti. Meni munda kal dedime. Gönlüm sen bilen ketti. Gönlüm sen bilen ketti. Tatlı kesildi de aka. Yana ağlamız bağlı. Dedep ilk. Kudu bizle hoşlaşan kete. Digende vakti yana bağdı o. Mumu taktik ki aka. Kep kavatımız deyme bu kep. Kep kalay dep kaldık aka. Lekin hemmin nesini aldık deyme. Bir hemmin nesini aldık. Satarını mı avazlı ağladı. Satarını hem de. Satarını kiler kettim. Ama bir anlayımız. Yabımız taytırga vaktimiz saklap durdu. Mişe koyayım. Mişe koysa vay şimdi güzel. Lillahi vasam mı buldu? Çıkıp bu bir qitimni qo'l yo'lga solmaymiz. Ma bir qitimda mushunda bo'lib turdi, ikkinchi qitim yana davomliq programmamizga, uçuruş programmamizga taklif qilib turmiz. Qimmatli vaqtimizni chiqarib turing. Shu. Çataq yo'q xalqimiz uchun her vaqt, her zaman tayyor. Pek yaxshi anladık naqshlarni. Hamma nas joyiga ketib bordi. Suallarımız mı az opqamısın aka? Suallarını cıqraq soramı saxlamaydı. Ben sual soraş qamraq bala. Lekin sorgan suallarımga cevap bergis kelami? Mesela hazır soraydigan sualda siz mesela hazır sormasanlar bo'ldi. Mesela naqshlarınızı anlatyapmiz. Ovoz bergan kinolarınızı ko'rdik. Hatta rollagan kinolarınızı chiqib ko'rdik. Aşı rollagan kinolar to'g'risida depamiz. Men kichik vaqtimda kinolarga o. Ben o kinolar eski bulamadım. Şu kinolarda mesela qanday bo'lib baş kino chiqib qoldi. Mesela men Qashqa viloyatlik san'at sinfini bitirib, Yangisan oilik san'at uyumiga taqsim qilingan vaqtda o'sha Tangirtong kino studiyasininki Sayıp Jamalning o'limi nomli kinoni ishlab beribdi. Mening tunji taq o'qish bitirib chiqqan vaqtimda. Shuningga artist olaymiz deb o'makka kelibdi. Shuningga bilan meni shu Sayıp Jamal bosh rolniki Didekninki roliga tanladi meni. Tanlagandan keyin meni Ümmetning rahbarlari qo'shilib bizning Yangisan oilik G'arbiy rayonning ichida olgancha bu filmni. Olgandan keyin rahbarlar qo'shilgan bo'ldi. Men u Didekninki rolni oldim. Desak ham nima Mikrogul baba san'at maktabininki professori Mikrogul Ahmad rol olgan shuningda hamda shu bosh rol qiz Mikrogulning dediki bo'lib chiqdim. Şununla benim tunji kino san'at hayotim shuningdan boshlandi desam bo'ldi. Shuning bilan shu vaqtlarda men shu Sayıp Jamalning o'limidagi kinoning naqsini bak yaxshi ko'ratdim. Shu vaqtda meningki o'zim kichik bo'lganligi mening qo'lqimga sinib mening bir kallamda qachon qarshi ashnaqsini dan da mening bu qalbim sudi mupakiz. Muş naqşı kulak turupları jarang-jaranglaydı. Yıllar ötdi. Keyin muş naqşını mı men o'rlab chiqdim. Yolg'iz Malikada Meşrep programmasida aytdim. Bu naqshini bu kino qo'yilgandan keyin o Didekning rolini xili yaxshi olib ekanman shu mezgilda. Men kinoni tushunmayman, hech buni tushunmay turib, men shu rolni xili yaxshi yaratib ekanman deb o'yladim. Keyin qarasam buningmi yaxshi baholar bo'ldi.
Ondan keyin Quyoshga aylangan dab deb shu Qarmaydi bir film olgan bo'ldi. Uning bir onaning obrazini yaratdim. Şunun bilan keyin muhabbatlik safar deb mana shu bizningki ataqliq artistimiz Abdukirim Abliz bosh rol olgan kino balo o'g'risininki filmida men bir sarangning rolini oldim endi. Bu sarang gap qilmaydi. Bu nimish sarang? Buning bolasini bola o'g'rilari o'g'irlab ketgandan keyin bu ayol balning dadida xotirasini yo'qotib sarang olib qolgan. Bosh obrazni menga badida rejissor. Bagadiga buni ko'rildi oldi endi bu filmni. Olgandan keyin buni endi qanday chiqarish kerak? Bu sarang ya gap qilmaydi. Ya, ishqilib nimga qanday qilishim kerak? Bu sarangning obrazini cho'qim bek yaxshi yaratishim kerak. Uyga kirib yugurib bu yoq berib baqma, bu yoq berib baqma. Abdukirim Ablizdan nechqatdan ustozdan so'radim. Mana zodi qanday qilsam yaxshi o'rinlayman dedim. Ustozim menga bir qancha qatim ko'rsatgan bo'ldi. Shuning bilan bu sarangning obrazini shunchalik yaxshi yaratdim. Yaratib bo'lgandan keyin endi bu filmlar kirishtirilib, ovoz berilib, qo'yilgandan keyin bir kun ketib olsam, shu Ardoch o'tiribdi. Bir nechalar uchrab qoldi. Voy sizlar sarangning obrazi shunday yaxshi yaratgan. Ishtiqlam, undaqlam qilgan bo'ldim. Tövbe men sarang deydi dedim. Lekin keyinlar xo'sh bo'ldim nimishqa? Demak, mening obrazim shu sarang ashnaga ta'sir qilganlik uchun mana debdi men xalqimdan qat'iy ranjishga hech qanday amalim yo'q. Chunki men shuna rolni yaxshi muvaffaqiyatli o'rinlabdiman deb bildim. 2007-yilda men muqomalar o'tgan kunlar filmida men shu 22 qismli televizion teatrida baş rol Rahmanninki bu Muradil ağam bununki obrazı Muradil Rahmanning ayoli Almaxonning obrazini oldim endi bunda. Bu mu endi eski xotinki. Bek eski. Tax eski xotin tax eski. Shunda. Bunda bo'lgandan keyin bu xotinni bek eski qilib unda qilib etsam, chekitni ishib ketadi. Mandaroq o'ynasam, ma ayolning obrazi chiqmaydi. Zot qanday qilish kerak? Yeni kirib alaqi danglik san'at ustozlar bilan bir bo'lib qoldim-da. Bunda bo'lgandan keyin menga sal besim bo'ldi, to'xtatdi Gulbaruz. Qattiq turishing kerak. Yotoqqa kirib o'qiyman, u yoq bu yoq men boqaman, vaqirab boqaman. Buning bilan bu filmlarni tugatdik. Qaytib kelgandan keyin bu rolni yaxshi o'rinlabsan degan yaxshi baholarga erishdim. Yaxshi parangiz oldik. Akmal, xushchaqchaq. Voy, oddiy xonim pisham bo'lib qoldi. Ekranlarda Bayden deb o'tganimizdek mana o'zim shunday kichik belnay xushchaqchaq ish qilib mana bolalariga o'xshash kichiklarni ko'yga vaqt o'g'lim deb turib, balam deb turib, shunday hurmatini qildi. Cho'nglarni ustoz yo'lliq bizniki cho'nglarimizda bo'lsa mana hurmat bilan har vaqt har joyda munosabatli bo'lib qolsa tilga elib o'tadi. Demak, mushuning o'zi bir minnatdorlikni bilgan ajoyib güzel bir xislat. To'g'ri. Endi bizningki shu ustozlarimiz bo'lmagan bo'lsa, masalan, bizga mush sharoitlar bo'lmagan bo'lsa, masalan, mush sharoitlar bo'lmagan bo'lsa, bugungidek kunim bo'lamdi. Cho'qim shularga ko'p tashakkurlar. Ko'p rahmat meni tarbiyalagan, meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga, meni qo'llagan yo'ldishimga, bolalarimga, do'stlarimga, xalqimga ko'pdan har vaqt, har zaman rahmatim o'tkirlar isoqqa. Bugun meni mana narsanga chiqib qo'ygan, meni ziyorat qilgan o'tkir o'g'limga, mening dangliq riyosatchi inim Isoq inimga ko'p tashakkurlarim bo'lsin. Har vaqt, har zaman xalqimga rahmat deyman. Bizga naqshlarni ayamay, gitarlarni ayamay, do'stlarni ayamay cheppagan Gulbahor opamga ko'p rahmat. So'rlarimizda tar ko'midi, kichik ko'midi. Bunda ya dutta chaqil bilan deb turasizmi? Turib oldi, amal yo'q. Rahmat. Endi kelay deb qolib bir naqsh olganmisak, oshtoqlaylar. Naqshlar qo'shilib yolg'iz malikni o'qib berayman. Kinoning naqshi. Kinoning naqshi yolg'iz Sayib Jamalning o'limining filmining naqshisi. Buning tekstini o'zlashtirib, Machimangul Avutga yozg'izib. Men ko'y studiyasininki chaldi, shuna chiroyli bo'ldi. Men bu hali yomon emas aytdim deb o'ylayman ko'nglimda. Aslimlik naqshlarni o'qib berdi-da bizga endi. O'ylayapman, o'sha 85-yil ash kino qatnashgan vaqtimda o'ylayapman. Mening bu qalbim suvdek mupakiz
Unutmam hayalim çeksiz Zerlik romanim suysa yüzümde Ben goya yumran yupurmak tekir Zerlik romanim suysa yüzümde Ben goya yumran yupurmak tekir Ümidim sende tapqayımız visal Ürtse bizni sig'inish o'ti Şu oynavatına 85 yıllarda güzel şarkılar. 5-6 yaş vakti biter. Hocam. 5-6 isimli bana 5-6 yaş vakti mi? Yerinde tövgidek durmam ona. Ben de tuğulduğum o eski yıl katıp